Sen beruvmiding mana buni? Ha, kecha men olib ketdingiz, aka, tinchlikmi? Bu yerda kiyganda normalniy turuvdi, uyga borsam ikkita razmer katta, boshqa narsa tiqib yubordingmi? Bo'ldi, akajon, 1 daqiqa hozir o'zingiz razmeringizni olib beraman. Davay. Ha, siz shunaqa qilib birgina qizlarga nima yarashadi, yarashmaydi bilib qolibsizmi? Boshqa xotirmada men razmer ushab turib topolmayman men bitta. Akalarim, ishingizni qilsangiz bo'lmaydimi? Shu ish paytida gapirmasa deyman shu narsalarni. Topolmayman men razmerlarni. Qani berchi. Putzu o'zini razmeri-yu, kelib olib boshimni qotiradi. Voy, kecha ham kelib olib borib, ishon bu deydi, hech nima yoqmaydigan odam ekan o'zi. O'z mashina hozir dazmol uraman-da, qani boshqatdan berib ko'raman. Qani nima der ekan? Ana endi bu zo'r bo'ldi. To'ppa-to'g'ri, uyingizga qolibdi tushdi lekin. O'g'ri qildilaring, o'g'ri bo'lib keldim. Nimadir skidka qilib bermaysanmi? Bo'pti, mana shu qo'lizator bonus olib sizga. Ha, bu ham yaxshi bo'ldi mana. Mayli, rahmat. Xo'p, bo'ladi. Kelib turing, aka. Bunaqa odatingiz yo'q edi-yu. Bunaqa ayyor klientlarga mana shunaqa ayyorcha podxod qilinadi. Какой привет, такой ответ. Ertaga kelaman-da, rangi o'chib ketdi deb yana bitta atrof ketaman.